Assalomu alaykum barcha futbol ishqibozlari. Kattakon rahmat. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston, Ozarbayjon, Turkiya barcha O'rta Osiyo, turkiy davlatlar именно O'zbekiston uchun balet qilishdi. Katta rahmat. Bugungi O'zbekiston va Kongo bilan bo'lib o'tgan o'yindagi o'z fikrlarim. Bolalar juda zo'r o'ynadi. Qo'ldan kelgancha barcha imkoniyatlar bilan, lekin u yerda o'yinda birinchi raundda, birinchi taymda judayam zo'r o'yin ko'rsatishdi bolalar. Ikkinchi raundda taymda qanaqadir trener tomonidan ozgina bilim, malaka yetishmadi. To'g'ri, qimmat trener, lekin u trenerlikda Karnavaroda umuman opiti, taktikasi yo'q. Undan ko'ra o'zimizni O'zbekiston farzandi Timur Kapadzeni qo'yib shu inson olib chiqqanda ham hech yo'q guruhdan chiqardik. Ozgina bo'lsa-da yarim finalga yetib borardik. Lekin hamma narsa trenerda, opitida, tajribasida. Nimaga deganda, trener guruhda komandadagi bolalarni boshqara olish kerak. Qayerda, qaysi vaqtda, qanaqa o'yin ko'rsatishda trenerda qo'liga bog'liq. Endi barchasi Allohdan. Biza komandamizga, sborniy komandamizga shu natijani yozgan ekan. Endi nima qilsak ham o'rniga kelmaydi. Bolalarga молодец. Bolalar zo'r o'ynadi. Qo'ldagi barcha imkoniyat bilan ular harakat qilishdi. Keyin 2030-yildagi jahon chempionatiga Xudo xolisa, nasib qilsa, klubimizga yaxshi bir trener kelib o'zini ko'rsata olsa, men o'ylaymanki 2030-yilda bundan yaxshi natijalarga erishamiz. Lekin bitta narsani tushunish kerak. 35 yil hali biz 35 yil ichida biror marta jahon chempionatiga chiqmaganmiz. Birinchi o'yinimiz jahon chempionatidagi bizga to'g'ri kelib qolgan komandalar o'ta ham kuchli. Olib qarasa, deyarli ular futbol uyi, yoshligidan futbol o'ynab, katta chempionatlarda, katta klublarda eng qimmat o'yinchilar bor klublarga tushib qoldi, komandalarga. Bolalar lekin shu holatda ham o'zini yo'qotishmadi. Молодец, shu natijani olib kelishdi. Endi qanday tushunsa bo'ladi? Misol, o'g'lingiz birinchi kundan boksga borib turib, musobaqaga chiqib yutkazib kelsa, sen qo'rqoqsan, sen haribsan, sen chumusan demaganimiz kabi futbolchilarimizni ham haqorat qilish yoki so'kishlar noo'rin narsalar. Nimaga desa, ular qo'ldan kelgancha imkoniyati bilan harakat qilishdi. Endi jahon chempionatlar ko'rib, klublarda o'ynab kelayotgan komandalar baribir kuchli bo'ladi. Tan olish kerak. Portugaliya ham futbol yurti, Kolumbiya ham futbol yurti, Kongo ham futbol yurti. O'ylaylar, 150 million yevrolik, 100 million yevrolik futbol o'yinchilariga qarshi bolalar o'zini ko'rsatishdi.